Bular 4D deyiladi. 3D, 4D ni farqini so'rayotganlar uchun ko'pchilik biladi, doim aytaman. Bilmaganlar uchun videolar 4D deyiladi, rasmlar 3D deyiladi. Bizda 3D, 4D birga qilinadi, oyijonlar. 5D bor, lekin meni umuman vaqtim bo'lmayapti. Uni uстановить qilishga programmistlar chaqirish kerak u uchun. O'shanga Xudo xolisa bo'shashim bilan uni ham qilaman. 5D ni farqi nimada? Qoshlari, ko'zlari aniqroq ko'rinadi. Ko'rdinglarmi bolamni qo'llarini? Jonim meni. Mana shunaqa esdaliklar. Bu hali holvasi. Ko'zlarini ochganini qaranglar. Qorni ochligidan anaqa qo'lini og'ziga sovyapti. Keyingi videomizda ham shu bola haqida.